Nurbek. Bu haqiqiy bizni nima deymiz? Bo'lajak prezidentimiz ustoz men prezident bo'laman dedi. Inshaalloh nasib bo'lsa prezident bo'laman meni bolajonim. Meni bolajonim prezident bo'ladi. Keyin tekshirish keladimi, nima keladi xudo xohlasa qo'rqmaymiz-da. Men o'quvchim prezident deb qo'yaveraman. Lazizbek iqtidorli. Hamma narsada birinchi. O'qishda ham, sho'xlikda ham, tadbirda ham. Barakallah, juda ham ajoyib yigit. Shohjahon, ana bizning jentelmenimiz haqiqiy, a'lochi, iqtidorli, mehribon. Yigit qizga birday munosabatda hammaga qo'ldan kelgancha yordam beradi. Barakallah. Buyuk insonlarimizdan biri. Meni eng erkak qizlarimdan biri Sevinch qizim. Sevinch qizim juda ham iqtidorli, a'lochi, intiluvchan, ishlasa qo'ymaydigan qizlarimizdan biri. Barakallah. Nasib bo'lsa eng buyuk insonlardan biri bo'ladi, xudo xohlasa. Elzana. Meni yerga ursa osmonni teshib ketadigan qizim ana shu bo'ladi. Молодец. Har jabhada birinchi o'rin. Barakallah. Hamisha shunday faol bu. Muslima qizim, aqlli, isli, odobli, a'lochi. Yana qanday ta'riflar aytsam ekan? Qancha ta'rif qilsa ham kam bo'ladi. Lobar qizim meni. Mana a'lochi, aqlli, joyi kelsa shundoq ikkinchi ustoz bo'ladigan qizimiz bizni. Barakallah, buyuk insonlarimizdan biri. Meni erkak qizlarimdan biri Shodiyona qizim. Shundoq tarelkaga savolamizda buni shundoq quchoqlab yig'ib dars o'tib olamiz. Nihoyatda a'lochi, iqtidorli qizimiz. Nasib bo'lsa kelajakda buyuk insonlardan biri bo'ladi. Rasulbek ana bizda eng ajoyib, a'lochi, intiluvchan, harakatchan, ustoz, mana meni yutug'im deb doim men bilan bo'lishadigan yigitimiz. Buyuk insonlarimizdan biri. Barakallah. Zohirbek mana bizda haqiqiy jentelmenlarimizdan biri. Har narsani ustoz bilan baham ko'radigan, har jabhada, har bir fikrini ustoz bilan bo'lishadigan. Nima deydi? Onasi xafa bo'lmaymi? Sizni ham yaxshi ko'radi-da meni. Sizni birinchi o'rinda yaxshi ko'radi, meni ikkinchi o'rinda. Barakallah, bu bo'lajak buyuk insonimiz. Shohjahon G'ulomov. Mana bizda haqiqiy ana bo'lajak ixtirochimiz. Shunaqa texnologiyadan buyuk ixtirolar yaratadi bu o'quvchimiz kelajakda IT sohasidami bilmadim, injenermi, bir ajoyib kashfiyotchi bo'ladi. Buni aniq ko'zim yetadi. Buni shunday narsalarda yasab keladi, hayron qolaman. Buyuk olim bu nasib bo'lsa bizni sinfdoshimiz deb faxrlanib beramiz. Meni o'quvchim deb. Eng aqlli, odobli meni Farangiz qizim. 100 marta gapirsa ham birgina jilmayib qo'yadigan, hammasini bir o'ringa qo'ygan, odobni ham, o'qishni ham, hammasini o'z o'rniga qo'ygan meni aqlli qizlarimdan biri Farangiz qizim. Ozodbek, meni bo'lajak aktyor, san'atkor o'g'lim-da. Lekin aktyorlarga ham matematika kerak o'g'lim, xo'pmi? Молодец, juda ham iqtidorli, mehribon yigitlarimizdan biri. Barakallah, buyuk insonimiz. Televizorda qarab, buni men o'qitganman deb aytib o'tiraman. Mana buni rovlarini tomosha qilib nasib bo'lsa. Muhammadjon, ana biza chiroyli, qoshlari qora o'g'limiz. O'zi ham yaxshi. O'zi ham yaxshi, barakallah. Bu ham juda ham buyuk inson bo'ladi. O'zi ham odobi ham yaxshi shunday, ha? Buyuk inson bo'lamizmi? Barakallah. Men juda kuchayib ketaman nasib bo'lsa shuncha o'quvchilarimdan, ha? Xurshid, eng mehribon,